Assalomu alaykum. Yaxshilar, yaxshimisizlar, sog' salomatmisizlar? Bugungi bizani mehmonimiz sizlar taklif qildingizlar. Biza takliflaringizni bajo qildik. Asadbek Saidov akam. Assalomu alaykum akajon, yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka. Allohga shukr, yaxshi. Bo'y sog' salomatmisiz? Shunaqa ko'pchilik kommentariy yozdi aka. Narigi blog bo'lgan akkauntim bor edi 120 mingtalik. Unga ham yozishgandi. Bu akkauntga ham yozishyapti. Xudo xolasa mana siz bilan intervyu qilgandan keyin muxlislaringizga tinchiydi. Kommentariyada ham direkt to'lib ketadi Asadbek Saidov bilan intervyu qiling deb. Va sizga rahmatimizni aytamiz. Bizning taklifimizga yo'q demasdan labayda javob berganingiz uchun, vaqtingizni ajratganingiz uchun. Sizga ham rahmat. Shunaqa sportsmenlarni поддержка qilib turibsizlar. Rahmat kattakon. Alloh rozi bo'lsin. Ishingizda yuribsizlar degan. Thank you my bro. Xo'p, bu yerda Gapov. da maksimal darajada harakat qilaman men o'zim pozitiv olib borishga. Qaysi savolim sizga yoqmasa, javob bermasangiz kesib tashlaymiz. Qolganlari go короче. Tushundim. Da, bizga har doim birinchi savol shunaqa bo'ladiki, o'sha nimadan boshlangandi o'zi aslida deydi-ku. Ana, sportga kelishi yoshlikda hammada qiziqish bo'ladi sportga. Bizda ham shunaqa qiziqish bo'lganki, maktabda birinchi sinfda o'qigan paytimiz krujoklar bo'lardi har xil, bilsangiz agar. Tam kimdir futbol, kimdir basketbol, kimdir ham tennis yoki shaxmat chashkiga borishardi. Bizga maktabimizga приложение kelgan, karate bo'yicha trening kelgan edi o'sha payt. Tam karate Kushinkai по-моему, adashmasam. O'sha sportda boshlaganmiz boshida o'zimiz uchun tipa interesli bo'lganda bu sport. O'ylamagan professional ketaman yoki boshqa sport davom qilaman deb. Chista o'zim uchun sinfdoshlarim bilan qilib borib, boshqa sportda bo'ladi-yu tam o'rtoqlar bilan borib vaqt o'ldirishga. Shunaqa boshlaganmiz. Keyin orada futbolga o'tib ketganman. Futbol o'ynaganman. Keyin futbol o'ynab yurgan paytimda MMA'ga kirishim sababi bitta sinfdoshim bo'lgan. U bilan bitta maktab sinfda o'qiganmiz. Men futbolga borardim. U o'sha payt Unifightga borardi. Unifight degan sport bo'lardi, bilsangiz agar. Kimonoda ushiladi. Tam palasalari bor. Pichoqda otasiz, tam tir otasiz. Rahmatli Xanto'rayev bilan Muhammad Ali aktyor bola bor. Shunaqa. O'sha chiqqandi-ku bir. O'shada. Da. Biza молодечкада ushardik, ular взрослыйda ushardi. O'sha payt ko'rardik ishlarni ular. O'sha sportga borganman, qiziqib. O'rtog'im bilan просто qiziqqanimdan borganman. Yurman bilan degan, ahvol bir kun boraman, hech nima o'zgarmaydi deb borib, keyin o'sha qolib ketganman shunaqa sportda. Qiziqish uyg'ongan menda. O'zi men hozir gapingizga maza qilgan joyim bitta bo'ldi. Vaqtni o'ldirish uchun sportga borganman dedingiz-ku. Hammaga tavsiya qilaman shuni. Vaqtni o'ldirish uchun sportga boringlar. Hech qanaqa foyda topmasalar ham hech bo'lmasa zarar topmaysizlar-da. Foydasi albatta bor-ku. Xuddi shunaqa. Sportda devorga ketkizmaysan. Keyin nima yana ko'chada muammolar bo'lmaydi. Hech kim bilan talashib, gap talashib o'tirmaysan. Sport birinchi bo'lib tarbiyani to'g'rilaydi, disiplinani to'g'rilaydi, odam bilan gaplashishni to'g'rilaysan. Hurmat qilishni o'rgatishadi sportda. Kattalarni hurmat qilish, kichkinalarni hurmat qilish. Hozirgi yoshlarni qarasangiz, endi o'zim ham yoshlikka kiraman. Men zalda eng kichkinasi sborniklardan. Professional ishladigan bolalar. Islom aka, Doston aka, Muhammadjon aka, o'shalardan hozir azamat kichkinasi men bo'laman. Ulardan bo'lgan gaplar tarbiya nimaligini, kattalar bilan qanaqa gaplashishni, kichkinalar bilan qanaqa gaplashishni. Sport faqat urushishdan boshlanmaydi. Urushish bu oxirida bizning sportda. Bu oxirgi nimasi, stadiyasi urushish. Ungacha ham tayyorlanish bor, visabonka bor, treshtok bor. Bunday o'ylab qarasangiz, oxirida urushasan. Sport ham shunaqa narsa, zalda tarbiya olasan, odam bilan qanaqa gaplashishni o'rganasan, kattalarni hurmat qilishni o'rganasan. Kichkinalarni hurmat qilishni o'rganasan. Hozirgi o'zimni yoshlarim, o'zimni tengdoshlarim yoki bizdan kichkina paqalangan qarasangiz, hamma telefonga kirib ketgan, odam bilan gaplashishni bilishmaydi, hatto gaplashib qolsang ikkita gap urolmaydi bir-biriga. Yoshligi sovetim sport bilan animatsiya qilish kerak. Любой sport, shaxmatmi, karatemi, boksmi, baribir disiplina bo'ladi.
Tarbiyam o'zgaradi, odamlar bilan gaplashishim o'zgaradi, dunyoga qarash boshqacha bo'ladi. Endi har kun trenirovkamiz 2 mahal trenirovka, haftada 7 kun bo'lsa, 7 kun ichida har kun 2 mahal qilasan, oddiy odam bilan endi bizlarning farqimiz bo'ladi-da. Biza tam katta sportsmenlar ham Habiblar ham aytgan-ku, tipa professional sportsmen bu so'q qurol deb aytgan. Ko'chada u ishlatish kerak emas u narsalarni deb. Bizga ham shunaqa narsa tegishi kerak, tipa biz sportsmenmiz, bizlarni kuchimiz ko'p, hammani ustidan bo'lib, hammani urib narsa bilmasligi. Endi trenerga ham bog'liq, trener o'rgatadi, ko'rsatadi, o'zidan primer qiladi, qanaqa odamlar bilan gaplash kerak, qanaqa to'plar bilan gaplash kerak, kishilar bilan qanaqa gaplash kerak, o'ylasa, man trener bunaqa достижениеga yetganligi odam bilan gaplashishni qaragan. Значит, shunaqa gaplashsam, shunaqa o'zimni tutsam, man ham shunaqa darajaga yetaman degan menda xayolda bo'ladi. Keyingi savol shuki, nima uchun aynan Fight Baza va nima uchun aynan Dmitriy Xudyakov tanladingiz? Fight Baza bu bunday o'ylab qarasangiz, agar bu katta oila. Endi o'zingiz ham musobaqalarda ham ko'rasiz, qanaqa birga turamiz, qayerda o'tiramizni bo'y ko'rish uchun. Bizada komandniy связь bor-da. Komandniy связь bor. Tipa bittamiz yutsak, hammamiz yutqizdik. Bittamiz yutsak, hammamiz yutamiz. Bizda shunaqa. Bizda individualность yo'q. Masalan, men chempionman, men bunaqa deyishim kerak yo'q. Bizda farqi yo'q. Dimagaga trenerimizdan bilasiz, Dmitriy Xudyakov farqi yo'q. Sen chempion UFC'misan, Octagonmi, chempion miramisan, undan farqi yo'q. Hammani birdek ko'radilar, birdek tarbiya beradilar, birdek hammasini bitta qilib beradilar-da, odam ajratmaydilar. Именно o'shaning uchun Most Fight Bazani tanlaganman-da. Chunki gaplashish boshqacha, zamushviyda yutqizib qo'yib boshqa trenerlarga o'xshab. Aybni bitta odamdan qidirmaydilar, aybni hammamiz qidiramiz-da. Qayerda nito narsa qildik, bo'yni yutqizganimiz uchun yoki qiyin bo'lib o'tganligi uchun o'tiramiz, bo'ydan keyin o'ylab chiqamiz. Mana bu noto'g'rimiz yo podgotовкада noto'g'rimiz, tayyorlanishda, sborda yoki bo'y paytida noto'g'ri informatsiya berilgan, sekunda yutqizayotganda, boshqa narsa tipa yo'q bizada. Bitta bola yutqizdimiz, sana aybi bo'ldi, sana aybini yutqizdi. Yo'q, bunaqa narsa yo'q. Bitta odam yutqizdimiz, hammani aybi. Bitta odam yutdimiz, hamma yutdi. Именно o'shaning uchun Fight Bazani tanlaganman. Zo'r va men shu borada Dmitriy Xudyakovga o'zim rahmatimni aytib ketmoqchi edim. Sababi adashmasam, sizlarni klubda 5 ta chempion bor-a? Professional ligalarda. Doston Bozorov Octagon chempioni, Muhammadjon Qurbonov Octagon chempioni, birinchi chempion вообще O'zbekistonda Octagon chempioni Muhammadjon Qurbonov bo'ladi 66 kiloda. Undan keyin o'sha kuni Doston aka yutgandi. Doston Bozorov 70 kiloda chempion bo'lgan. Undan keyin Islom Baltayev 84 kiloda chempion bo'lgan. Keyin og'ir vaznda Azamat aka. Rakon. Da. Ular bo'lgan chempion. Azamat aka masalan 3 ta organizatsiya chempioni bo'lgan. Octagon, OpenFC, Alashpay. To'g'ri. Xo'p, o'zingizdan murabbiylik bilan shug'ullanib kelyapsiz. Bu endi baribir Dmitriy Xudyakovdan o'rganganlaringizni o'zingizni tushunchalaringizni qo'shib shogirdlaringizga o'rgatasiz. Bunga hech qanaqa shak shubha yo'q. Bu borada savol emas, savol shundaki, o'zingiz ham murabbiylik bilan shug'ullanasiz, ham o'zingiz professional sportchisiz, sport ustasisiz. Qanaqadir ta'sir qilib qolmaydimi jangdan oldin yoki jangdan oldin murabbiylikni to'xtatib turasizmi? Xuddi shunaqa. Bo'yni dafas etilganda, vaqt etilganda jangdan sekin olib tashlaymiz trenerlik ishni. Hamma fokusimiz, hamma hayot bo'yda bo'ladi. Bo'ldi. Albatta xalaqit bermaydi. Oddiy kunlari murabbiylik, professional sport menga xalaqit bermaydi oddiy kun. Nimaga? Chunki men o'zimni xayolimdagi narsalarni bolaga bera olmayman. O'xshaydimi, o'xshamaydimi? O'shalardan ko'rib, bo'yda ham ishlatsam bo'ladi o'sha narsani keyin. Plus odamga o'rgatganingizda o'zingizni miyangizda ko'proq informatsiya bo'ladi-ki, miyaga yaxshi singish bo'ladi. To'g'ri, qo'shilamiz. Mana shunaqa.
Lekin bo'yga yaqin trenerlik ishimizni chetga olib turamiz. Hamma fokus bo'yga bo'ladi. Ha, nima uchun chetga olib turasiz? Sababi sizda yosh bolalar. Agar professional jangchilar bo'lganda qiynalib qolgan bo'larmiz. Shunaqa. Ota bu bilan gaplashish kerak, tushuntirish kerak. O'sha ozgincha energiya ketadi, kuch ketadi. O'shaning uchun kuchimizni, energiyamizni to'g'ri joyga namoyon qilamiz. Bo'ydan oldin olib tashlaymiz. Mhm. Trenerskiy nima? Yetilish ishni chetga surib turamiz har doim. Birinchi professional jangingiz ATF edi. ATFda nechta jang? ATFda bitta urishganman. Da. Keyin OpenFC. Men OpenFC'da urishganman. OpenFC O'zbekistonda birinchi turnir deganda urishganmiz. Aha. Xo'p, oktagonga nima uchun o'tdingiz unda? Oktagonga odam urishgisi keladi. U yoqdan bo'y kutib o'tirgandan ko'ra boriga подписать qilganmiz, kontrakt berishgan, endi urishga majbur bo'lganmiz. Majbur emas, o'zim urishkim kelgan. Qaysi ma'noda savol edik? OpenFCdan nima uchun oktagonga o'tdi? Oktagon ligasiga o'tdingiz. Oktagon ligasida o'zimizlarning katta akalar urushardi. Doston akalar, Muhammadjon aka, Islom akalar. Endi faqat oktagonga tak zrитель borardik. Yo sekundan ko'p borardik ularni поддержка qilish uchun, yoki ularni yurut qilish uchun yordamga borardik. Atmosferani ko'rasiz, qanaqa boyista bilan ishlashadi ular, qanaqa media denglar bo'ladi, videoga olishadi, qanaqa UFC'ga o'xshashda u ham. Mini UFC грубо говоря. Tam vaqtida olib ketishlari hammasi vaqti bilan. Media deng vaqti bilan, intervyu vaqti bilan, bo'yga boradigan fighting vaqti bilan, tam даже tep qiladigan protsessga ham bo'ydan oldin hammasi vaqti bilan qilinadi. O'shani ko'rib, o'shani ichida yurganmiz, o'shani ko'rib, endi havas qilganmiz deb ham. Ashtursi, akalarga o'xshabdi. Alloh shuimiz ovoz o'sha ligada. Xo'p, bu darajaga emotsiyaga berilib, Dmitriy Xudyakovga nimalarni tushuntirdingiz va o'zi umuman bu darajaga emotsiyaga berilishga sabab nima edi? Bu ikkinchi bo'yimda o'zimni professional karyeramda. Соперникам yaxshi bola edi. Menda 1-0 bo'lgan payt unda 3-0 edi. 3 ta победа досрочный OpenFC'da. Yaxshi bola edi. Bu bola zaminaga chiqqan bizga. Biz boshida 1-0 bolani olganmiz. Menda ham 1-0, unda ham 1-0. Musobaqaga 10 kun qolganda turnirga u bola travma olib yetishib ketdi. Uni o'rniga uni Abna klubiga chiqqan. Bitta klubda qilishadi. Rekord 3-0. Zalga tusha olmay, juda hamma jimjit o'tiribdi o'sha kuni. Keyin hamma menga qarab kulib, hamma jimma tushunmayapman nima bo'layotganini. Keyin rost trener xonasiga kirolmay, trener menga o'tdi. Bunaqa gap. Sopernikning travma oldi, o'rniga boshqa odam pulga qilish nima qilamiz? Shuncha tayyorlandik, nima qilamiz? Ushamiz dedim. Keyin bo'ldi, penalti qilamiz dedilar. Penalti qildik, emotsiyaga berilgan sababni ko'rgan bo'lsa, yemagan kostyumda yuribdilar. Ular как OpenFC совместно turnir Fightbaza bilan qilgan. O'sha payt ular как organizator o'sha yerda mehmonlar bilan tam u yoqdan bu yoqda yurishganda o'shancha kostyumda. Uyg'urga Sarvar Hamidov bilan Bellator Pufel urishadigan bayt bor-ku. Islom aka chiqqan Baltayev. Uyg'urga. Demak menga aytganlar, tipa, shuna o'zingdan придумать qilib, o'ylab qo'ydi. Nima qilmaydi, чисто plan bo'yicha ishlar. Men Uyg'urga turolmayman, chunki sportivniy formada emasman. Sudyalar ruxsat bermaydi. Vaqtlar men bu yoqda yurishim kerak, nimaga qarab, turnirga qarab. Xo'p dedim, birinchi raundda ham yutganman, ochkam. Lekin ko'p moment bo'lgan, mudofaa qilish, nokaut qilish, qiladigan momentlar ko'p bo'lgan, lekin men uni ko'ra olmaganman-da, qila olmaganman. Keyin уже ikkinchi raund demagan tuta olmaydilar-da, futbolga keladilar. Keyin уже urushni boshlaydilar mana, nima qilsan? Uyg'on, уже sen давно deb aytadilar. Birinchi raund urush tugatgan bo'lardik bo'yni. Uyg'on dedi. O'sha yerda ключевой moment bor, videoda eshitsanglar yaxshilab. Tipa chap qo'l, chap oyoq deb baqiradilar. Chap qo'l, chap oyoq deb baqiradilar. Momentni eshitib qolaman, chap qo'l, chap o'z hammasini eshitgan bo'laman. Moment kutayotgan bo'laman. Vaqtida tepishni.
baqirgan paytlarda tepama mana shu nokaut bo'ladi. Tipa emotsiya. Birinchi raund umuman nokaut qilolmadim. Ikkini o'rtasigacha ham borganmiz, nokaut qilolmaganman. Demak, просто kelib chapol-chapol baqirayotdilar, men nokaut qilganman. O'shaning uchun emotsiyaga berilib, sopernik ham kuchli bo'lib, uchta dasturchi 3-0, 3-0 rekordi menda 1-0 edi. Man 1 yil ushmadim. Bundan ko'p bo'lmasa. O'sha payt baribir ham emotsiya olgan edi o'zimgina. Nokautdan keyin. Siz ham kelib, tushundim. Shu aytgan ekansizda murabbiyga-ki, siz ko'rdingizmi chap oyoq, chap qo'limni deb gapirdingiz-ku. Tushundim. Shunaqa borib aytaman-ku, "San лучший trener" deyman. O'sha moment uchun aytaman, chunki menga podskast berganda chap qo'l, chap oyoq deb. O'sha payt tepganman, nokaut bo'lgan. O'sha moment kelgan. Xo'p, Nokaut momenti. ustozda burchakka turishi qanchalik muhim? Tayyorgarlikda, ya'niki tayyorgarlik paytida, burchakda ham. Aha, tushundim gapingizni. 100% ham emas, bir 1000% kerak. Burchakda trener. Nimaga? Chunki podgotовкani sportni boshidan oxirigacha trener san tayyorlaydi. Sparinglaringdan ham trener turadi. Biladi, qaysi tomonda kuchlisan, qaysi tomon senga nima deyish kerak, чтобы san boshdan uyg'onishing kerak, ham xarakter ko'rsatishing kerak. Hamma planni trener bilan qilinadi. Endi любой professionalniy boец bo'yga chiqishdan oldin trener bilan bitta plan emas, ikkita plan emas, bir 3 ta, 4 ta plan qilishadi-da. Bo'yga. Biz ham xuddi shunaqa qilamiz. Masalan, bu plan o'xshamasa ikkinchisi, ikkinchi plan o'xshamasa uchinchisi. No, hozircha faqat birinchi planda to'xtayapmiz. Birinchi plan o'xshyapti. Lekin zapasi bilan chiqamiz. 1, 2, 3, 4 tam. Lekin bizada endi demak ham bu sportda Einstein desam ham bo'ladi odammi? Svel aytsam bo'ladi Einsteinda. Bizga bo'ydan oldin siz bergan bo'yni kartinasi bo'y paytida bo'ladi har doim. Hozir bundan qilasan, u senga parxod kiradi yoki atvet qaytaradi. Hamma narsani ko'rib yetadilar-da. Nimaga? Chunki u odamda o'sha бойцовский IQ на высшем уровне. Bizda bo'y deganda ko'plar tushunadi, faqat urishish kerak ekanda, tepib, urishib, xarakter ko'rsatib, baxtcha qilish kerak ekan. Yo'q. Bizda bo'y bu bo'y degan narsa o'ylashingiz kerak-da. Masalan, men hozir jab otdim, uklon qilib, o'ng qo'limni o'tkazaman. O'shaning uchun jab botdi, o'ng qo'l urgan payt parxod kiraman yoki men ham kontr qilaman. Mana shu momentlarni bo'y payt o'ylash kerak boyet. MMA degan chista tushib, bir-birini urib, tam tupo urish degani emas. O'ylash kerak bo'y paytida. Tam ular qilsam qanaqa bo'ladi? U tez-tez bo'lib ketadi momentda. Adrenalindasan, hayajondasan, tez-tez bo'lib ketadi unaqa moment. Trener nimaga kerak? Mani hamma pobedamda Allohga shukr. Ну, по воле Всевышнего, hamma pobedamda demak ham ключевой moment ketgan. Chap qo'l, chap oyoq. Oktagonda birinchi marta debut qilganimda sopernikim 4-0 rekordi. Amanda 2-0. Trenerni gapi ko'p narsani ishlattiradi boyeslarda. Даже duv ko'targan paytida yoki qanaqadir поддержка paytida masalan ko'p narsani hal qiladi. O'sha narsani trenerlar o'ziga nima qilib olish kerak-da. Endi biz professional boyetsmiz, endi biz tushunamiz u narsani. Поддержка degan narsa na высшем уровне bo'lishi kerak. Oldingi odamda ishonmasa ham, trenerga ishonish kerak senga. O'sha payt senda motivatsiya oshadi. Tam ответственность bo'ladi. Menga ishonishyapti, men qilishim kerak bu narsani deb. Odamlar emas, trener senga, tam komanda senga ishonyapti. U ответственность ko'proq bo'ladi. O'shanda уже motivatsiya ham boshladida. Boyetsda. O'sha payt ham to'g'ri Basovый boretskiy sopernikim chiqqanman, свободно ishlaganman. Tam demak ham ключевой moment etgan, правый deydi. Atrobatka qilganmiz bo'yda oldi o'sha narsani. Tam machapaqarlar oldi qo'lim o'ng qo'l hisoblanadi-da. O'shaning uchun правый bilan o'shada knockdown bo'ladi, David qilaman sopernikim. Bo'yga chiqqanda oldinda hech kimni eshitmayman. Faqat degan eshitaman. Qo'yman men. Даже давление qilayotgan bo'lsa soperniga, odamlar baqircha qilayotgan bo'lsa ham faqat trener eshitaman, bilmayman. Может shunaqa miyamda shunaqa narsa уже qolib ketganmi? Birinchi bo'ydan hozirgacha hamma momentda eshitaman buni. Именно demak ham eshitaman. Qolganlar bilan ozgincha qiyinroq bo'ladi. No,
qolganlarni eshitishga harakat qilaman. Bu odamni любой joyda eshitasiz deb. Butun Humo Arena eshitadi, u bo'lib baqirsalar. Xo'p, endi Mana shunaqa narsa. endi akajon o'sha oktagondagi jangingizdan keyin siz Sultondan bonus so'ragandingiz. O'zi necha marta bonus olgansiz oktagondan? Yo'q. Adashmasam siz aytgandingizki, uzr, savolni boshqacha qo'yaylik. Siz aytgandingizki, "Meni ismimni eshitdinglarmi? Bo'ldi, bonus tayyorlab qo'ylaring" degandingiz. Bu gapni nimaga ishonch bilan aytgandingiz? Ishonch bilan, chunki birinchi oktagonda debyut qilganimda menga underdog deb premiya qilib bonus bergan. Boy aytganimda sopernik 4-0, menda 2-0, men underdog bo'lib chiqqanman. U favorit. Birinchi raundda u borani udan so'rashdi qolman. Nokaut bilan. Nokaut bilan yutolmay o'sha payt o'zim aytganman-da, underdog, oktagon, вам карту сказать или вы мне наличные дадите deb bonusni. O'sha payt men 4-chi bo'ymadi, liga 6-chi bo'ymadi menda. Men nokaut qildim. Qolganlar hammasi nokautga KO o'tdi turnir. Nokaut qilib, men nokaut vechera olaman dedim. O'sha kuni Asliyaga Timir ham bor edilar tartda. Nokaut vechera ular olgan. Menga underdog premium berib, underdog deb bonus berishgan. Keyin ikkinchi bo'yim Humo Arenada bo'lgan. U yoqda ham breakfast bilan udastrosh qilganim uchun. Dahshat bu gap. Nimaga? Chunki mendan oldin baytslar nokaut bo'lmagan u yoqda ham. U yoqda ham nokaut bo'lmagan. Chiqib nokaut qilgandan keyin ichkariga intervyu olish kelgan paytda aytganman-da, u menga aytgan, "Sendan oldin butun zal uxlayotdi. Bunaqa odam ko'p edi, bunaqa shovqin yo'q edi" dedi. Mana shu nokautdan keyin shunaqa uyg'otib yuborgan zalni degan. Keyin aytganman, "Kimdir uyg'otish kerak bo'lsa, telefonim bilasizlar, kelaman" deb. O'sha payt qo'shib ketganman. Familiyamni ko'rsanglar, sразу bonus menga beravering dedim. Chunki oktagonda уже 5 marta ushgan bo'lsam, ichida 4 tasi bonus bilan. Xo'p, endi akajon, nima uchun siz haligacha top 5 ligalarda emassiz? Top 5 qatida. Top 5 ligalarda emassiz. Ya'niki Ryzen One Championship 5 liga. Bilmayman aka, o'shani nimasidamiz hozir. Harakatidamiz. Atak, o'ylashim bo'yicha bu высокомерие emas, kibr emas. Men o'zim как sportsmen aytayapman. Любой ligada konkurensiya bera olmayman deb baytga. Men aytmayman, nokaut qilaman yo kontrol qilaman yo unaqa qilaman deb. Konkurensiya bera olmayman. Nimaga yo'q? Chunki ular qiladigan ishni men ham qilaman har kun. Kim qiladi, men kim qilaman. Ular ishni hayotdan olib tashlagan o'yin kulguni men ham olib tashlaganman, bunda o'ylab qarasiz. Nimaga men o'zimga ishonmasligim kerak? O'zimga ishonaman. Любой ligada kontrakt bersa, любой ligada o'shib, любой baytga konkurensiya bera olmayman. One Championshipda juda ham imkoniyat katta sizni kirishingizga, sababi o'sha menejeri o'zbek-ku bilsangiz, Ozod akam. Misol, ularga nimaga aloqaga chiqmayapsiz yoki One Championship sizga yoqmaydimi? Yo'q, hamma liga menga yoqmaydigan ligani o'zi yo'q. Hamma liga yoqadi. Chunki u yoqda ham menga o'xshash sportsmenni men bilaman, sportsmen mendan o'tadi bunaqa joyga tushish uchun. O'shaning uchun hammani hurmat qilaman. Hamma ligani, hamma baytni, как bayt hurmat qilaman. Может, как bilmadim, bo'ladi-yu, просто xarakter yoqmaydi kimdirga. Yo, u narsani chetga olib turib, men sizga aytaman, как bayt, любой hamma bayt hurmat qilaman. Demakki boshqa ligaga o'tmayapmiz, bizning o'zimizning plan bor. Menejer bor, trener bor. O'sha plan bo'yicha sizga ishlaymiz. Sizda menejer bilan trener bitta? Menda bitta. Yaxshi. Xo'p, planlaringiz bo'yicha Alloh nasib qilsa, qachon top 5 talik ligalarga o'tish? Mana shu yil oxirida yoki keyingi yil boshida inshaalloh. Xudo xolasa, qaysi ligaligini aytasizmi, aytib o'tirmaysizmi? Yo'q, aytmaymiz. Bo'ldi, zo'r. Chotki. Surpriz qilamiz. Surprize deydi-ku. Xo'p, endi akajon, bir paytlar o'sha Humo Arenaga kirib, oktagonni ko'rib, ushlab ko'rib, havas bilan ushlab ko'rgansiz. Bundan 7 yil avval.
Oktagon Humo Arenaga kirib, Oktagonni ushlab ko'rib, havas bilan ushlagansiz. JFC turnirida adashmasam. Hozir aynan o'sha arenada o'ziz jang qilyapsiz. Bu qanchalik taassurotni ta'riflash mumkinmi, yo'qmi? Bu narsani so'z bilan bir 200% ta'riflasa bo'ladi. 80% ta'riflay olmaysiz. Chunki odamni o'zi ko'rishi kerak bu narsani. Tasavvur qiling, 18mi 19 yoshli bola edim o'sha payt. Или 17mi mana shu oralig' ichida Lubitskiy turnirida ushlardik. O'sha payt havaschilarniki hamma akalarga havas. Bunaqa qora havas emas, havaslar bizga ham mashinaga chiqib bir хотя бы 500 ta odam ichida, хотя 1000 ta odam ichida ushsak, qaniydir UFC ko'rasidan odamlar baqir chaqirishi, aurasi, давление, o'shalarni his qilasiz telefondan ham даже. O'sha payt JFC bo'lganda havas bilan ko'rib o'tirganman. Esimda emas даже turnir. Kim qanaqa yutgan, turnirdan keyin esimda emas. Chunki har bitta chiqqan payt o'rniga o'zini qo'yganman-da. Boshqa kim knockout qilsa, tipa men o'zim knockout qilganda, kim voleyboy qilsa o'zim voleyboy qilganda, ощущенияларni, his-tuyg'ularni o'zimda sinab ko'rish uchun. Pastga tushishga mumkin emas edi. JFC turnir tugagan bo'yicha o'sha bo'lganman. Bir 4 soat kutganman adashmasam. Tushib, просто klientga nimaligini qilish uchun. Oktagon nimaligini. 8 metr professionalni hech qattiq bo'lmagan, faqat Bellatorni yoki ECE Fight Night o'shalar bo'lardi oldin. ECD bo'lardi, даже ECE ham emas. Bo'lmagan, hamma zallarda bo'ladi, kichkina 4 metrlik, 3 metrlik kletkalarda, ayot 8 professionalni hamma yog'i. Kutganman, paka bolerka ketdi deb, yo'q to'xta, vaqtga kirmay bo'lsam ketmayman. Oxirigacha kutib, keyin pastga tushib, o'sha volontyorlar bilan gaplashib, o'zimizdan bayetmiz, dushamiz, ushlab ko'rsang, xuddi bemalol kiruvinglar degan. Kirib, ushlab video qilib, orzu qilganmiz, havas qilganmiz, degan mashina urishga zo'r bo'lardi deb. 5-6 yildan keyin debüt qilgan, debüt тоже можно сказать, именно Humo Arenada. Birinchi bo'lib qilganman Humo Arenada. O'sha paytda Ollohning o'zi yetkazibdi, chiroyli knockout bilan bo'yni tugatganmiz. Nimaga ishonib aytdingizki, Joniga "Sen nima bo'lganini bilmay qolasan, shunchaki uxlaysan, nima bo'lganini akangdan so'raysan" degan gapni aytgandingiz Joniga. Nimaga ishongandingiz? O'zimni boshida aytgandek, kibrli yo'q, musagabira yo'q, ko'plik aytgandek, masalan, bizlar sportda kimdir nimadir deb qo'ysa bo'ldi, ketdi, u kibr ekan, bu sakamerda ekan, odam mensimas ekan, yo'q, bunaqa narsa yo'q. O'zingni navi kimga, o'zingni trenirovkalarga ishongan holda bu gapni aytasan-da. Men ham o'zimga ishondim. Baribirdan qo'rqmasdan bu bundoq o'ylab qarasak, SNG desa ham bo'ladi. SNGda eng yaxshi MMA boylik zalda, Doston Bozorov. Bitta listamizda o'sha botlar bilan men trenirovka qilaman-da. Parada ishlayman, sparring ishlayman. Ularni barbasidan keyin boshqa odamlarni barbasi, javonaqa серьезно чувствоваться qilinmaydi. Bo'y paytida. O'shani evaziga o'zim nimaga tayyorligining bilib o'sha gaplarni aytganman. Bekfistga siz bonus so'ragandingiz. Bekfist bilan knockout qilganingizda itogo o'sha bonus berildimi, berilmadimi? Bekfistga bonus berilgan. Boydan keyin sразу berilgan. Bekfistga keyin oxirida yil tamom bo'lganda yil knockoutga qo'yishgan. Hamma turnirlardan oldin, yilni boshidan oxirigacha turnirlardan knockoutdan oldin nominatsiyaga tushgan. Tipa knockout go'da. Xuddi o'sha nominatsiyada UFC'da Sharaga berishgan. Knockout go'da. Bekfistga urilgan Sharaga berilgan knockout go'da. Bu yerda menga berishmagan, bu xafa bo'lmaganmiz. Tak knockout go'da o'zimizning vatandosh olganda. Amirxon Alixo'jayev. Amirxon aka olganlar, bunga xafa bo'lib, bu qilmaganmiz. Nima qilsa ham trofey bizga kelgan O'zbekiston.
Mhm, mhm, Yeah. mhm. Sizga Jony bilan o'zi anchadan beri muammolar, ya'niki tirishtoqlar bo'lyapti va qo'pol qilib aytganda siz xohlagan gapingizni xohlagancha gapiryapsiz-da. Va nimani hisobiga bu jang bo'lmayapti aka va nimaga ishonch bilan siz aytgandingizki, Aha. agar zalga kelsang, men seni shunchaki ham urib qo'ygan bo'lardim dedingiz va Jony sizga javoban aytdiki, urib qo'yishing gumonroq deganda siz aytdingizki, yo'q, men o'ylaymanki 100% urib qo'ygan bo'lardim, hattoki zalda ham dedingiz-da. Aha. Qarang, Jony вообще tegi 66 kilo dushadigan bor edi. Mhm, mhm, Men 66 da umrimda ushmaganman. mhm, mhm, Вообще даже любительskida ham 66 ushmaganman. Bu bo'yimdan keyin chiqib, ну, понятное дело, там, хайп, не хайп, там, медиа, не медиа, тем более больно yutolman. И у нас там press-konferensiyada там, ну, Karim bilan nimalar bo'lyapti, stichkalar bo'lyapti, там, разговорlar bo'lyapti. И o'shaning uchun ligaga kira olish uchun shunaqa tirishtoq qilgan. Men uni tushunaman. Это нормальная вещь. mhm, Как боец, как спортсмен, я его понимаю. Но bitta narsani tushunmaganman, Vizov menga u tashlayapti-da, и u menga 66 da ushlamasam bilan yo 68 da ushlaman deb. Bu narsani umuman tushunmaganman. mhm, mhm. Qolgan hamma narsasini tushunganman. Vizov bo'yimdan keyin kirganini, это нормально. Как боец, это нормально. Но o'zi Vizov tashlab turib, o'zi vес tanlasa, bu уже nenormalda. Men 3 ta bo'y o'sha paytda oktagonda qilib, 3-bo'yimni yutganimda kirgan, и men uni 1.66 da urishim kerak ekan. U menga sig'maydigan narsa-da. Вообще urishmoqchimi? O'zi chiqdi. Uni hech kim dastavib qilgani yo'q. Mas buni qo'lidan tortgani yo'q hech kim. O'zi chiqib, o'zidagi tortmasam bilan urishaman, baribir do'st qilaman deb. Значит, 70 kiloga chiqish kerak urishish uchun. Mhm, mhm, mhm. Keyin konferensiyada menga aytyapti, что 66 da urishasan deb o'ylagan edim deb. Keyin men unga javob berdim, tipa hech qachon men 66 ushmaganman deb. Mhm. И у menga aytyapti, ну это провокация, конечно, там провокационный вопрос bergan, 68 da ushamiz bunaqa, то всё desadi. Но yo'q, 70 da ushaman desa, блин, вообще farqi yo'q. Mhm. Ну уже farqi bor. 70 da ham. Mhm. Bunday o'ylab qarasak. Men уже, грубо говоря, pretendentskiy titulni bo'lishim kerak keyingi bo'limda. Mhm, mhm. A u bola sani pretendentskiy urishgani yo'q o'zini vesida. Mhm. To'g'ri. Endi qarang, shu yerda menga savol. Boshqa Shu yerda savol bor. Siz kamarga da'vogarsiz va u yerda Fazliddin vaqtinchalik chempionlik kamarini olgan va aslida chempion boshqa. Shunga sizni chempionlik jangingiz cho'zilib ketish ehtimoli mavjud emasmi ya'ni? yo'q, qarang, nimaga meni o'ylashim bo'yicha nimaga Bremenni titul qilishgan, chempion birgina ushmagan-ku adashmasam. Mini Grand Prix qilishyapti. Mhm, 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 4 ta bo'lganimiz uchun Muhiddin aka, Fazliddin, Sayat, men. mhm, mhm. Bundoq qarasangiz, adashmasam reytingda men 2-chiman. Mhm. No, chempion Sayat, Bremenni chempion Karim, men, Muhiddin aka и так далее ketadi keyin reyting pastga qarab. Mhm, mhm. Bizani o'rtamizda Sayat bilan bo'yimizni kim yutsa, защита Karim bilan qiladi. Tushundim. Karim ozgina dam olib turadi degan ma'noda aytyapsiz-da. Shunaqa. Xuddi shunaqa. Unda Vremenni kamar nima kerak edi? Unda shu bo'ldi. Уже endi ozgincha dam olib turadi. Bizda chempionskiy boy. Прям настоящий чемпионский бой. Sayat bilan. Sayat bilan. Xo'p, sizga aka qaysi jang qiziqroq o'zi? Fazliddin Karim Madrahimov bilanmi yoki Sayat bilanmi? Hamma bo'yi bayansa qiziq aka. Ikkalasi ham top boyisi hisoblanadi. Просто Sayat ham просто chempion emas. Bunday o'ylab qarasangiz,
Fazliddin ham Prozada 2 marta hardcore yutmagan, poyasini olmagan. Oktagonda ham mana yaqinda oldi Bremenni. Ikkita bu ham juda qiziq menga. Как sportsmen juda qiziq. Da. Xo'p, Bu ham qiziq menga. Bu yerda murabbiyingizga nima deganingizni eslay olasizmi? Birinchi marta как бы prof bo'lishganimda bu Hokim kubogi, Mirobod Hokim kubogida ushganmiz. U bilmayman qaysi yil edi, no ushganman. O'sha payt men 19 yosh edim. Da, endi profga o'tgan paytda. O'sha payt Jimikam bilan ko'p gaplashib, hozirgacha ham ko'p gaplashamiz. Bitta gaplari o'zimga deviz qilib olganman. Типа, вот тут холодно, а вот тут горячо. Menda har doim sovuqqon bo'lishi kerak, a yuraging har doim qisib turishi kerak. Типа, g'alaba edi. Olov bo'lishi kerak, g'alaba uchun. Otash. A men sovuq bo'lishi kerak. O'ylash uchun, to'g'ri uchun oldariga borib ketganman. Вот тут холодно, вот тут горячо, как говорили. Fazliddin Karim Madrahiyev bilan o'zi jang qachon aka? Niyat bormi yoki hozir siz kamarni olib turib keyin kamar uchun jang bo'ladimi? Ya'ni himoya qilasizmi? Kamar olgandan keyin himoya qilaman. Полигон. Bitta защита kerak. Это чисто для себя. O'zim uchun. Chunki ko'p odam o'ylaydi, tipa там qiyin соперник, опытный соперник deb. To'g'ri, там bazar uni. No o'ylab qarasangiz, любой odamni yutsa bo'ladi aka. Любой kategoriyada, любой уровеньdagi odamni yutsa bo'ladi. Bunda o'ylab qarasangiz. Kim bo'li, men ancha yoshman, men ancha tezman, men я и голодный. И вполне еды, конечно. Buni o'ylab qarasangiz. Chunki там men hali kamar yurishib ko'rmaganman. Menga qanaqadir yengillik bo'ladi. Bu narsa, men motivatsiyam ko'proq bo'ladi. Ochlik bor. Ularga qaraganda. O'shaning uchun sport tomonidan ochlik bor-da. O'shaning uchun любой odam yutsa bo'ladi. Yo'q bunaqa narsa. U kuchli, opытный deb. O'sha narsa bo'y davomida menda aylansa, значит yutqizdim degani. To'g'ri, tam opit bor, kuch bor, borpasi bor. Odam baribir o'zining miyasida o'ylagan narsasiga ishonishi kerak har doim. To'g'ri. Bekfist haqida gapirdik akajon. Bu borada o'z savollar ham pastda bor ekan. Aynan shu Bekfist o'zi bu jangga tayyorlangan mashg'ulotlar paytida bormidi va nima uchun? Biz oldi ozgincha kreativ ishlash yaxshi ko'raman. Odamlarga o'xshab emas. Tipa hammaga o'xshab emas. Nimadirda ajralib turishga, bo'y paytida, sparring paytida har xil narsalar miyamga kelsa, o'sha narsani qilib ko'rishim shart. Zalda sparring paytida. Bunisi bo'lmaydi. Miyamga keldim, Bekfist ko'raman. Miyamga keldimi, tam ushira depaman. Tam nima miyamga kelsa o'shani qilib ko'raman. Zal paytida. И Bekfist ko'p urganmiz. Sparringda ko'p urardik, atrobotkada lapa payt ko'p urardik. Именно bo'y kuni ham ertalab trenirovka qilgan paytimizda Bekfist atrobotka qilingan edi. И bo'yda уже bilib turman, что uradigan moment keldi. Nimaga ura olmayman? Chunki atmosfera zo'r edi, o'zbeklar поддержка qilishdi hammasi vatandoshlarimiz. Odam ko'p edi. Birinchi turnir O'zbekistonda yana. Oktagonda birinchi turniri. Da. И o'zimni maksimal darajada ko'rsatishim kerak, как боец. O'shaning uchun Bekfist urmaganda boshqa udarni ko'rardim. Bekfist emas, razorot deb ko'rardim. Razorot deb bo'lsa ham har xil baribir tushunib qilardim полигон bo'y paytida. G'alabani nimaga aynan bu uslubda nishonladingiz? Brat, maestro. Сам себе похвалил, да, типа? Chiqdi, это как маэстро, искусство создает же. Я тоже создал искусство, красоту и поблагодарил всех. За то, что vaqtini ajratib, hamma vaqtini, nervini, pulini ayamasdan kelib, bizani qo'llab-quvvatlashgani uchun это грубо говоря, qanaqadir rahmat bo'ldi-da, bizlar vatandoshlarimiz edi shunaqa. Jang g'alabani nishonlayotganingizda kimni qidirdingiz oktagondan aka?
Muhammadjon akani qurbonimiz. Muhammadjon Qurbonov. Aha. Nima uchun? No, bizada Muhammadjon aka bilan o'zimizni nima bor, gap bor, bo'ydan oldi. Aha. Ha. Bir-birimizni nima qilamiz, moralniy поддержка qilamiz. Keyin там словесный поддержка qilamiz, gap bilan moralniy, fizический поддержка qilamiz bir-birimizga. Da. Hozir bilan arenaga ko'pkan odam juda ko'p edi-da. Mani там ozgincha provokatsion vaqtda bo'lgan Muhammadjon akam tomonidan tipa, ey, перегорать qilmayapsanmi, yonib ketmayapsanmi, bunaqa qilmayapsan, bunaqa qilmayapsanmi deb. Men aytolman, ey, просто успокойтесь, chiqaman, ushlaman, o'zingiz ko'rasiz, birinchidan nokaut qilaman, birga отпраздновать qilamiz, ketamiz uyga deb. O'sha birinchidan bo'lgandan keyin Muhammadjon akani qidirishni boshlaganman. Mujik сказал, mujik сделал deyish shu-da. Shunaqa-da. Raqibni burchagiga nima uchun javob qaytardingiz? Ko'rgan bo'lsangiz, u yoqda запрещенный удар bo'ladi-da. Keyin запрещенный udardan keyin ular o'ylashadi, что men bu asliylab cho'zyapman, charchaganligim uchun deb. Aha. Keyin uglidan nima kerak bunga, tipa aytishadi, "Valijon, bu ustol deb, tipa charchadi, ishla" deb. Keyin o'sha payt, "Nu charchamaganman, chunki hammasini eshitdimmi, sudya to'xtatdi, menga o'qib beryapti." Восстановлениga, за то, что запрещенный uдар bo'lganligi uchun. Keyin o'sha payt eshitganimda ketganman. "Ne, ya'ni ustol deb, yo'q, charchaganim yo'q" deb. Da. Bitta intervyuni ko'rdim. Doston aka sizga aytdilarki, Doston aka bilan siz o'tirganingizda intervyu bergansizlar va u intervyuda Doston aka aytganlarki, "Men hammaga aytaman, shu yonimizdagi og'aynilarimizga, ukalarimizga aytamizki, ringga chiqib qolib yig'lamalaring deb aytganman" deganlarda, lekin sizni bitta jangingizni ko'rdim. ATFdagi jangingizda siz yig'lagandingiz. U payt Doston aka hali aytmaganmidilar bu gapni yoki unga boshqa sabab bormi? Boydan keyin endi bilmadim-ku, menda shunaqa bo'ladi. Sudya bo'lib mushab turgan paytida yutib bo'ldim, argument qilishganda, mana shu bo'y kecham nima o'tganlarim xayoliga keladi miyamga. Turgan payt qo'limni ko'targanda yelkamlarga tog' o'sha ag'darib tushgandek bo'ldi, gruz yo'q. Yutdim bo'ldi. O'sha payt ozgincha emotsiyaga berildim oldin. No, most o'shanga emotsiyamni usholmaganman, shunaqa bo'lgan. U Doston akam gapidan oldin bo'lgan narsa. Yaxshi. Xo'p, endi o'sha Doston akam haligacha aytadi. Haligacha bo'yga chiqib, bo'y yutib bo'lgandan keyin kirsa, sразу aytadilar, "Ey, emotsiyaga berilma." Tushunaymi men, bo'ldi, normal hammasi. Nimani hisobiga, ya'ni misol haligacha quvonch ko'z yoshlari normal hol-ku. Nima deysiz? Misol kimdir qanaqadir natijaga erishgandan keyin o'sha natijadan quvonib yig'lashi normal hol emasmi o'zi aslida? Yoki Doston akani qanday haqiqati bor? Ya'ni sizlarni yig'lashga oktagonda yig'lashga qo'ymaydi hech kimni. Может, o'zlarini haqiqati bor. Aytilinmagan, uni javobi yo'q. O'zlarini qanaqadir javob yo'q. Okay.